To'g'risiga faoliyatimiz davomida bunaqa ko'p xonali hovlini hali ko'rmagandik, lekin bor ekan shunaqasi. Naqd 19 xona, 9 ta sanuzili bo'lgan mana shu kattakon hovlimiz sotuvga qo'yildi. Ushbu hovlimizning manzili Go'zalda, Chamanzor masjidining shundoq yonida, taxminan 200 metr atrofida masjidga yaqinlikda joylashgan. Ko'chalarimiz asfalt bo'lgan, oldi tomon qismlariga ham e'tibor berib qo'yasiz. Chiroyli огородlarni qarab qo'yishgan ekan. Juda ham fayzli uy. Darvozaxonamiz ham kattagina, narigi tomonida kichkinagina o'zini alohida eshigi ham bor, orqa eshik sifatida foydalansa bo'ladigan. Hamda 7,5 sotixga tushgan kattakon mana shu hovlimizga darvozadan kirib kelamiz. Niyat qilganlar, yoqtirganlar bitta like bosib qo'yamiz videoni boshida yo'q. Hovlimizning obzorini qisqacha sizga tushuntirib beraman. Sotib oladigan odam o'zi kelib, har bitta xonaga kirib chiqaradi. Darvozaxonadan kirganimizda navesimiz oldida birinchi umumiy sanuzilimiz joylashtirilgan. Undan keyin bitta xonamiz, kichikroq mehmonxona, tepa qismimizga chiqadigan yo'limiz bor, tepa tomonimizda ham ikkita xonamiz bor. Umumiy olganda mana shu tomonimizda o'zida naqd 6 ta xona bor va 3-4 ta atrofida sanuzilga ega. Endi esa o'rta qismimizga keldik. Mana bu yerda uy dahliz ko'rinishidagi xona uyimiz, ichida sanuzil bilan plan qilingan bo'lsa, asosiy o'rta eshigimizdan mana shunaqa kichkinagina mini oshxona uchun joy qoldirishgan. To'g'ri tepaga chiqib ketamiz. Tepa tomonimizda ikkitadan 4 ta yana alohida xonamiz bor. Umumiy olganda mana shu o'rta qismimizda jami 8 ta xona joylashtirilgan sanuzillar bilan birgalikda. Endi esa navbatdagi kirganimizdagi chap tomondagi tomonimizni sizga tushuntirib beraman. Bu yerda umumiy olganda 5 xona uyimiz bor ekan, yakkali xonalarimiz va kattakon oshxonamiz o'tiradigan xonasi bilan. Ikkinchi etajimizda esa qancha mehmoningiz kelsa, hammasini o'z bag'riga sig'dira oladigan ikkita kattakon mehmonxonamiz ham planirovka qilingan. Ushbu hovlimiz to'liqligicha pishgan g'ishtda qurilgan, o'rtalariga plitalarni bosilgan. Umuman olganda o'zlari uchun mo'ljallab qurishgan, rasxodni ayashmagan ekan to'g'risi. Hovlimizning ikkita chetlarida chiroyli yashil zonalarni tashkillashtirib qo'yishibdi. Menga juda ham yoqdi. Lokatsiyasi ham yaxshi. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi mavjud. Hujjatlardan ham muammo yo'q. Ushbu hovlimizni narxiga keladigan bo'lsak, 220 ming dollar yana kelishtirib ham berishadi. Eganing telefon nomeri videoni pastda aloqaga chiqib, mana shu hovlini sotib olsangiz bo'ladi. Videoni katta hovli qidirib yurgan tanishingizga bitta jo'natib qo'yasiz.